Kuyov bolalarimizga rahmat. Mana Qahramonjon ancha oldin telefon qilgan, kuyov bola iltimos qilyapti. Mana shu to'yimda bir ma'ruza bo'lsin deb niyat qilgan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin. Kuyov bolamiz baxtli bo'lsinlar. Alloh taolo g'oyibidan shirindan shakar farzandlarni Alloh ato etsin. Xonadonlari hamisha nurga, barakotga to'lsin ilohim. Kelasi yillarda yana xonadonlarda chiroyli aqiqalar bo'lsin. Hammalarini Xudoyim panohida saqlasin. Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga durud tahiyyotlarimiz bo'lsin. Muhtaram aziz mehmonlar, avvalo barchalaringiz xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Vaqt ajratib, kuyov bolamizni hurmatlab, e'zozlab, shu xonadonda taklifiga binoan hozirda o'ylab qarasangiz, hammani ham ishi ko'p-da. Hammamizda ham ish qaynagan payt. Hech bo'lmaganda uyingizda agaratingizda ish bor. Hech bo'lmaganda. Mana shu zaril bo'lsa ham ishlarimizni 1 soat, 2 soatga kechiktirib, mana shu xonadonda taklifiga binoan to'yga kelibsizlar, vaqt ajratgan vaqtlaringizga Alloh ajri bersin, savob bersin. Bosgan qadamlaringizga Parvardigor mukofotlar ato etsin va mana shu davrada, shu joyda aytadigan suhbatlarimiz hammamizga manfaatli bo'lsin ilohim. Azizlar, hamma narsadan zarur narsa eng dinimizdagi iymon keltirganingizdan keyinoq zimmangizga vojib bo'ladigan narsa bu 5 vaqt namoz. Alloh Qur'onda aytadi, Astag'firu billah. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya'ni namoz mo'minlarga, musulmonlarga vaqti belgilangan ibodatdir. Har bir namozning o'zining vaqti bor. Agar ozgina g'aflatda qolsangiz o'tib ketib qoladi vaqt. Mana bomdoddan boshlaylik. Hozir ruxsat bersangiz, mana shu 5 namozni nima uchun bu vaqtlarga joylanganini, bu namozni o'qigan insonga qandoq ajrlar beriladi, savoblar beriladi, shuni bayon qilsak. Hop, namozni kiradigan vaqti bor, chiqib ketadigan vaqti bor. Bomdod namozini kiradigan vaqti, muhtaram azizlar, quyosh chiqayotgan paytda oqlik paydo bo'ladi. Hali quyoshning nuri, hali quyoshning o'zi ufqda ko'rinishdan oldin oqlik paydo bo'ladi. Buni otini fajr deydi. Tong deydi, o'zimiz tilda aytganda, tong. Taqvimga qarasangiz, namozlarning vaqtini yozganda tong deb qo'yadi. O'sha tong degani azizlar, o'sha bomdodda payti kirdi degani. Kimdir qo'y bozoriga, mol bozoriga, moshina bozoriga ketayotgan bo'lsa, o'sha vaqtda bomdodda o'qib olsa bo'laveradi degan. Agar masjidda jamoat bilan o'qisangiz, borsangiz mol bozori tugaydi, tugaganga borasiz. Ertalab borish kerakmi? Taqvimga qarang. Hozir telefonlarga ham chiqib ketdi. O'sha telefonda tong vaqti deylik. Taxminan hozirgi kunimizda shu adashmasam 3:30 bo'lyapti, 3:20 bo'lyapti shekilli. 3:20larda tong vaqti. Biror joyga shoshayotgan bo'lsangiz, bomdodda o'sha vaqtda o'qib olsangiz bo'ladi. Bomdodni vaqti ana shu tongdan boshlab to quyosh chiqqungacha. Taqvimlarimizda bomdod namozini vaqti demaydi. Tong deb qo'yadi, quyosh deb qo'yadi. Bo'ldi. Shu ham sizga bitta ma'lumot bo'lsin, siz ham shu ham sizga bitta ilm bo'lib qolsin. Habibga bomdodni vaqtini yozmagan u demang. Tong vaqti bilan quyosh vaqtini shu oralig'i bomdod namozining vaqti bo'ladi azizlar. Bu degani tong otishidan keyin o'qing, quyosh chiqishidan oldin o'qing degani bo'ladi. Mana shu ikki oraliqda bomdodni o'qib olishimiz kerak. Azizlar, bomdod namozini 2 rakat sunnati bor va 2 rakat farzi bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, bomdod namozini Alloh nimaga bu vaqtga joyladi? Ya'ni tong otgandan keyin quyosh chiqishidan oldin. Chunki kunimizda 24 soat vaqt bo'ladigan bo'lsa azizlar, mana shu tong vaqtichalik barakali vaqt yo'q. Tong vaqtichalik yerning ustiga Allohning rahmati nozil bo'ladigan boshqa vaqt yo'q.
Hattoki ulamolar aytadiki, mana shu tong vaqti, ya'ni tong quyosh chiqishi, tong otishi, quyosh chiqishi orada 1,5 soat, shu 1:40 minutmikin vaqtda endi shu oraliq. Taxminimdan ko'rib oling bir qiziqishga. Tong bilan quyosh chiqishini o'tasiz. Mana shu tong vaqtida ulamolar aytadiki, Alloh taolo yer yuzidan hamma dardlarni ko'taradi shu paytda deydi, qarang. Bir joyingiz to'xtamasdan og'riyotgan paytda e'tibor beringda mana shu gapga. O'sha tong vaqtida shu alam og'riq to'xtaydi deydi. Kechasi bilan uyqusini topolmagan odam, uxlolmagan odam bezovta bo'lib, bir boshi og'rib, tishi og'rib, qaytadir bir kasal bo'lib, nimadir bo'lib, kechasi bilan alam og'riqda bo'lgan inson o'sha tong vaqtiga borib tinchlanadi. Asablar ham tinchlanib, eltiydi. Chunki Allohning rahmati yerda ustiga nozil bo'layotgan vaqt shu vaqt. Parvardigor olam yer yuzidan hamma balolarni, hamma musibatlarni ko'taradigan vaqt bo'ladi. Yusuf alayhissalomni eshitgansiz, aka-ukalari quduqqa tashlagan-a? Otamiz ko'proq bizdan ham ko'ra Yusufga ko'proq muhabbat qo'ydi. Buni qissasini endi hozir bitta aytsak cho'zilib ketib qoladi. Oxiri Yusufni o'ldiramiz deb nima qilaylik? Nima qilsak bo'ladi? Qanday qutulsak bo'ladi? Mashvarat qilishib aka-ukalari 9ta aka-ukalari bo'lgan. Bitta Binyamin Yusuf alayhissalom taraf, Yusuf alayhissalom bilan 11 ta aka-uka. 9 aka-uka mashvarat qildiki, oxiri Yusufni bitta quduqqa tashlab yuboringlar, o'sha yerda o'lib, o'sha yerda murdasi qolib, o'sha yerda yo'q, shuna qutulasizlar. Yusuf alayhissalomni oyoq qo'lini baylab, aka-ukalari quduqqa otishdi. Yusuf alayhissalom kitoblarimizda keladiki, tizzalari bilan yiqilgan ekanlar. Quduqqa tizzalari bilan yiqilganda kechasi bilan og'riq tizzalarini og'ritib shu tong mahalga borganda, ya'ni bomdod mahalga borganda og'riq qo'yib yuborgan ekan, qarang. Shu og'riq tizzalarida og'riq qo'yib yuborib, keyin Allohning payg'ambari Yusuf alayhissalom qo'llarini duoga ochib duo qilgan ekanlarki, "Ey Allohim, mana shu tong paytiga o'zing baraka bergin" deb duo qilgan ekanlar. Siz azizlar, mana shu tong mahalda turib, bismillohni aytib, ya rahmat. Tahorat qilib, mana shu vaqtda uyg'oq bo'lib, qo'lingizni duoga ochib bomdodni o'qisangiz, ana shu tong vaqtini barakasidan nasibador bo'lasiz. Bu vaqtni haqqiga Yusuf alayhissalom payg'ambarlar duo qilgan. Alloh Qur'onda astag'firu billah qul a'udhu bi robbil falaq deydi. Falaq surasini yodlagansizlar, ko'pchiliklar bilasizlar. Falaqning ma'nosi mana shu tong. Shu bomdod paytini bitta nomi falaq. Ko'pchilik aytadi, falaq nimaligini, Falaq surasi bilan Nos surasini o'qing deymiz, bezovta bo'lsa kechasi shu bilan o'zingizga dam soling deymiz, boshqa deymiz. Falaqning ma'nosi shu tong, bomdod mahal. Nos degani bu insonlar degani. Odamlar degani. Demoqchi bizki, azizlar, bomdod mahal tursangiz, Allohning shunaqangi rahmatiga sazovor bo'lasiz. Rizqingizga baraka kiradi. Allohumma barik li ummati fi suhurihim. Rasululloh ham duo qilyaptilar. Ey Allohim, ummatimni sahar turishida baraka bergin. Bir aks buni teskarisi bomdod mahal uxlab yotsak, bizdan baraka qochadi. Umrimizdan baraka qochadi, rizqimizdan baraka qochadi, hayotimizdan baraka qochadi. Itda deydi, it bor, uyimizda boqadigan itim. Nimaga hayotida baraka yo'q, bilasanmi? 10 ta tug'sa ham tezroq qutulishga harakatni qilamiz. It ko'p tug'adi, lekin baraka yo'q. Nimaga desa, chunki it kechasi bilan sanqib bomdod mahal uxlar ekan. Kechasi bilan vovullab chiqar ekanda, kechasi bilan ko'chalarda sanqib boshqa qilib yurar ekanda, lekin bomdod paytga borganda uxlar ekan it. O'shancha itda baraka yo'q deydilar, qarang. Xo'rozda nimaga baraka bor? Rasululloh aytdilar, xo'roz boqinglar, tovuq boqinglar, 7 xazinadan biri deb qo'yamiz. Qaysi bir xonadonda bir 4 ta 5 ta tug'adigan bir tovuq bo'lsa, bitta rizqi bor-da o'sha xonadon. Nimaga xo'rozlarda, tovuqlarda 7 xazinadan biri deb qo'yamiz? Chunki u kechasi bilan uxlab, bomdod payti turib qichqiradi. Odamlarni namoziga uyg'otadi. Demoqchi bizki, azizlar, birodarlar, biz ham bomdodni o'qishimiz kerak.
Alloh taolo ataylab bomdod namozini shu mahalga joyladi. Parvardigor olamda rahmatidan ana shu paytda yer ustiga nozil bo'layotgan Xudoning rahmatidan nasibalar bo'lishimiz uchun ekan. Mana bomdodda turib, tahoratlarni olib, bismillahirrohmanirrohim deb niyat qilib, bomdod namozini 2 rakat avval sunnatini o'qiysiz. Undan keyin farzini o'qiysiz, jamoatga chiqsangiz, jamoatga iqtido qilasiz. Birodarlar, bomdod namozining 2 rakat sunnatini ajrini bilganingizda edi. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini savobini bilganingizda edi. Rasululloh nima dedilar? Rakatul fajri xayrun minad dunya va ma fiha. Bomdod namozining 2 rakat sunnati yer va yerning ustidagi hamma narsadan afzaldir. Yerni ustidagi hamma narsadan afzal bomdodning 2 rakat sunnat. Bu degani nima degani? Shu bomdodning 2 rakat sunnatni o'qiy deb endi quloq qoqyasiz, bittasi kelib to'xtab turdi. To'xtab tur. Ha. Shu bomdodning 2 rakat sunnatini o'qimagin, uni o'rniga men senga butun dunyoni beraman. Butun dunyoni senga beraman. Yer ustidagi o'sha qancha boylik bo'lsa, yerda ostidagi qancha boylik bo'lsa, hammasini beraman. Ke shu bomdod namoz 2 rakat sunnatni o'qimagin, almashamiz. Sen o'qimaysan bomdod 2 rakat sunnatini, men evaziga butun dunyoni senga beraman. Hukmron bo'lasan, podsho bo'lasan. Desa Rasululloh unamaylar deyaptilar-da. Unamaslik kerak. Chunki bomdod namozining 2 rakat sunnati dunyodan yaxshi deyapti. Endi o'zingiz o'ylang, Varziydan sentridan bir 5 so'tlik joy olib olsangiz, o boysiz-a. Butun dunyoga egador bo'lishni tasavvur qilyapsizmi? Varziyaga ham emas, Toshloqqa ham emas, Farg'onaga ham emas, O'zbekistonga emas, butun dunyo sizniki bo'lib qoladi. Bomdod namozining 2 rakatni o'qiganingizchalik bo'lmaydi o'shanda ham deyapti. Bu payg'ambar alayhisalom gaplar. Endi bomdodni sunnatdan keyin 2 rakat farzini o'qiysiz. Endi bomdod namozini farzini savobini qiling azizlar. Hazrati Jabroil alayhisalom 2 rakat namoz o'qidilar, 2 rakat. Mana shu o'qigan 2 rakatlarini 2000 yil o'qigan ekanlar azizlar, qarang. 2000 yil. Biz bomdodni farzini necha minutda o'qiyapmiz? Agar o'zimiz uyda o'qisak, 1,5 minut, 3 minut, ja borsa 2 minutda tezda apil-tapil birinchi rakatga inna atoyni, ikkinchi rakatga qaysi? Qul Alloh. O'sha hammamiz o'zimizni yaxshi ko'rgan suralarimiz. Jamoatga chiqsangiz, endi imom kattaroq suralarni zam qiladi, boshqa. Bomdod namozining 2 rakat farzini, savobini, ajrini ko'ring azizlar. Jabroil alayhissalom farishtalarning eng sayyidi, farishtalarning eng ulug'i. Hamma payg'ambarga vahiy olib tushgan payg'ambar, farishta. 2 rakat bomdod namozi sunnatini 2000 yil o'qigan ekanlar. 1000 yil birinchi rakatini 1000 yil bir oyoqda, ikkinchi 1000 yilini ikkinchi oyoqda turib, 2 yoqqa salom bergandan keyin qo'llarni duoga ochib Parvardigorim, bandalaringning ichida, farishtalarning ichida, mahluqlarning ichida men kabi 2 rakatni mukammal 2 rakatni ulug'lab shu darajada uzun o'qigan mahluq bormi? Farishtalarning ichida, insonlarning ichida. Shunda Alloh taolodan javob bo'ldiki, ey Jibril, bomdod 2 rakat namozni sen kabi ulug'lab 2000 yil o'qigan na farishtalarning ichida, na insonlarning ichida unaqa meni yaratgan mahluqim bandam yo'q. 2 rakat namozni eng mukammal o'qigan sen, ey Jabroil. Lokin ummati Muhammadni o'qiydigan 2 rakat bomdod namozini farzi men uchun seni 2000 yil o'qigan namozingdan suyukliroq dedi Xudo. Ummati Muhammadni o'sha siz bilan men aytgandek 1,5 minutda xato bilan, kamchilik bilan, nuqsonlar bilan, tahoratda kamchilik, a'zolarni chala bilib shoshib o'qiymiz. Sajdada 3 marta aytamiz, adashib ketamiz, turib olib nechinchi rakatda o'qiyotgandim deymiz. Mana shunaqangi kamchiliklar bilan, xatolar bilan
ummati Muhammadni o'qiydigan bomdod namozining 2 rakat farzi men uchun dedi Xudoyim. Seni o'qigan 2000 yillik namozingdan suyukliroq va ajri ulug'roq. Har kuni o'qiydigan bomdod namozimiz 2 rakat farzi azizlar Hazrati Jabroil alayhissalomdir. Farishta, vahiy farishtasi. Payg'ambarlarning hammasiga Jabroil alayhissalom vahiy olib tushgan. Jabroil alayhissalomni o'qigan 2000 yillik namozidan savobi ulug'. Bomdodda 2 rakat farz. Azizlar, bitta o'zimiz o'tiribmiz, o'zimizkilar o'tiribmiz. Mana ko'plaringiz qadrdonsizlar, eski qadrdonlar, eski tanishlar. Endi bitta gapki, namozlarni o'qimasak bo'lmaydi endi azizlar. Ayniqsa bomdod namozini. Bomdod namoziga turmasak bo'lmaydi. Mana hozir men qachon o'qidim? Erta bahor o'qidimmikin, yo qishda o'qidimmikin bir hadis o'qidim. U ham bomdod namoziga tegishli. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bomdod namozini o'qiganlardan keyin o'rnlaridan turib ketmas ekanlar. Shunda o'qigan, farzni o'qigan joylarda shunda jamoatga yuzlanib o'tirib, sahobalar bilan savol-javob qilar ekanlar to quyosh chiqqungacha. Shunda sahobalarga qarab Rasululloh aytdilarki, bu kecha birortalaringiz tush ko'rdilaringizmi? Birorta tush. Agar sahobalar ha, ey Allohning rasuli falon daqa tushlarni ko'rdik desa, payg'ambar alayhisalom tushlarni ta'bir qilib berar ekanlar. Sizlardan birortalaringiz bugun birorta tush ko'rdilaringizmi? Sahobalar aytdilarki, yo'q ey Allohning rasuli. Biz hech qanaqa tush ko'rmadik bu kecha. Rasululloh aytdilarki, agar sizlar tush ko'rmagan bo'lsalaringiz, men ko'rdim. Tushimda yonimga Jabroil alayhissalom bilan Mikoil alayhissalom kelib, qo'limdan yetalab meni sayr qildirishdi. Sayr qildirayotgan paytda ikkita insonni oldidan o'tdik. Ikkita inson bu ikkita insonning holi nihoyatda ajib edi. Bittasi yerda cho'zilib yotardi, boshini yerga qo'yib. Ikkinchi inson esa katta xarsang tosh bilan kelib, haligi yotgan insonni boshini urib majaqlardi. Tasavvur qiling, boshini urib majaqlardi. Boshingizga moshinaga o'tiryaptimda, anaqa joyga urib olamiz, gohida. Yo bir joyga temirga urib olamiz, yo bir narsaga olma tushadi, qana boshingiz og'riydi misol uchun-da. Bosh bu insonning eng aziz joyi, eng asraydigan joyimiz bosh bo'ladi. Qurilishga kirsangiz ham bir narsa shu ketmasdan kasga kiyib olasiz boshingizga. Boshimizga ozgina bir olma tegib kelsa yo bir temir tegib kelsa qanchalik alam, qanchalik og'riq. Endi tasavvur qiling, bitta insonni yotkizib olib turib, katta xarsang tosh bilan bor kuchingiz bilan bir ursangiz, boshi majaqlanib ketsa. Xuddi shuna ikkita insonni ko'rdimdilar Rasululloh. Haligi majaqlanib ketgan bosh ketib, o'rniga yangi bosh o'sib chiqardi. Rasululloh shularda bo'lyapti. Haligi tikka turgan inson katta xarsang tosh bilan yangi boshni yana urib majaqladi. Majaqlangan bosh ketib, yana yangi bosh o'sib chiqardi. Yana shu zaylda to'xtovsiz azoblanadi. Tikka turgani, yotganda azoblardi. Shunda men hayron bo'lib Jabroil alayhissalomdan so'radim: "Ey do'stim Jibril, bu insonlar kim? Mana bu yotgani kim u? Tikka turib olib boshida xarsang toshda urib majaqlayotgani kim? Buni yotgan kim?" Katta tosh bilan ushab olib urib boshini majaqlayotgan kim? Jabroil alayhissalom shu yerda aytganlar, birodarlar. Mana bu tosh ko'tarib, tikka turib boshini urib majaqlayotgani bu jahannamda, do'zaxda zaboniy farishtasi. Azob beruvchi farishta. Ammo mana bu yotgani esa boshi majaqlanayotgani bomdod namoziga turmaganlardir. Uyquni shirin bilib, uyquni afzal bilib, bomdod namoziga turmagan insonlarning qiyomatdagi ahvoli mana shu bo'ladi. Bir zaboniy farishta katta xarsang tosh bilan kelib, o'sha ko'tarmagan boshini urib majaqlaydi dedilar. Hurmatli akalar,
Hurmatli ukalar, birodarlar, opa-singillar, onaxonlar, bomdod namoziga turmasak bo'lmas ekanda. Shu darajada bomdodga paydan bo'lishingiz kerakki, hatto nima to'siyapti sizni? Turolmaslikdan nima to'siyapti? Kech uxlayapsizmi? Yig'ishtirish kerak. Soat nechida tursiz, nechida uxlasangiz turasiz. Deylik biz 12 da uxlayapmiz, turolmayapmiz. Demak 10 da uxlashimiz kerak. 11 da uxlasangiz ham turolmayapsiz. Demak 10 da uxlashimiz kerak. Va bomdodga turay deb erta uxlashingiz o'zi ham savob, o'zi ham ajr. Biz bitta ishimiz bor, kunduzi bilan ishlaymizda, kech payt ko'chaga chiqib olib 11, 12, 1, 2 qilib o'rtoqlar bilan gaplashib o'tiramiz ko'chada. Birorta odam aytmaydiki, "Yo'q, o'taloq uxlaylik, azizlar, birodarlar, bomdodga turish ham bor" demaydi. Payg'ambar alayhisalom xuftonda keyin o'qib uxlaganlar. Xufton namozini ado etganlardan keyin dunyo gapini gapirishni, kim bilan kimnidir bir qabul qilishni, kim bilandir uchrashishni yomon ko'rar ekanlar. Xuftonda o'qib uxlar ekanlar. Agar biz bugungi kunda xuftonda o'qib 9:30 da o'qib uxlaylik-da, tahajjudga ham turamiz bemalol. Azizlar aka. Bemalol tahajjudga ham turamiz. Soat 3 bo'lmay turib olasiz. Bizdan nima to'siyapti bomdod namoziga uxlab qolishiga? Azizlar, birodarlar, qayta ogohlantirib gapiramizki, alhamdulillah mana masalalarni eshityapsizlar. Juda go'zal narsa bu. Juda go'zal narsa bu. Kelinglar, shuncha masalani eshityapmiz. Mana siz ham vaqt ajratdingiz, men ham vaqt ajratdim. Kuyov bola ixlos qildi. Qahramonjon meni chaqirdi, kutib oldi, telefon qildi. Kelinglar azizlar, birodarlar, shu yerda shuncha mana suhbatlarni qilyapmiz. Bu suhbatimizdan keyin bir orqasida yana bir chiroyli ishlar ham bo'lsin. Ya'ni mana shu gaplardan keyin bir namozlarni boshlab, bilaman ichimizda ko'p o'qimayotgan ko'p, juma namoziga kirmayotganlar bor, bomdodga turmayotganlar bor. Juda charchagan bo'lsangiz bomdodni o'qing-ku, mayli yana soat 7 gacha, 8 gacha ishga ketishingizga 1-2 soat uxlab olsangiz ham shariat bu bemalol. Faqat turib bomdodda o'qimaslik, mana hozir hadisda eshitdingiz. Agar kim namozga uxlab qolsa, qiyomatning ahvolini eshitdingiz, azizlar. Endi tasavvur qiling, boshingizni bir joyga sal urib olsangiz qancha alamu, qancha og'rig'u, yo bir so'zi kelayotib, yo piyoz kelayotib, qo'lingizni ozgina kesib olsangiz, qon chiqsa qancha og'riq, qancha alamu. Endi oxiratdagi u holatdan Alloh saqlasin-da, azizlar. Mana kecha ham bitta kuyunakarda o'tirib, kuyunakar bas ekan, bir to'yda xatmasda o'tirib, ma'ruza boshlashdan oldin telefonimda kitob bor-da, bitta olsam, bitta hadis turibdi. Oxiratda deyilyapti hadisda, jahannamda eng azobi yengil bandani holati bayon qilinyapti. Qarang. Do'zaxdagi, jahannamdagi eng azobi yengil bandani holi qana bo'ladi? Do'zaxni olovlaridan bo'lgan ko'vish oyog'iga kiygiziladi. Haligi ko'vishni haroratidan, issig'idan bosh qaynaydi. Kal mirjali, xuddi qozondagi suv qaynagandek miyasi qaynaydi. Uni ko'rgan odamlar do'zaxdagi eng azobi qattiq shu bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Asli xato. Eng yengili o'sha. Azizlar, shunaqangi oxiratdagi azobdan, oxiratdagi shu xorlikdan, bunaqangi taqdirdan siz bilan meni qutqaradigan narsa avvalo iymon. Alhamdulillah iymon bor, shu yerda o'tirgan hammamizda bor. O'shaning uchun shu yerda o'tiribmiz. O'shaning uchun masalani eshityapsiz, iymoningiz borligi uchun. Iymondan keyin siz bilan meni oxirat xorligidan, oxirat azobidan, hozir aytilgan do'zaxdan saqlaydigan narsa bu namoz bo'ladi, azizlar. Namoz bo'ladi. Men o'zimga o'zim so'z berganman. Bitta ikkita hadis o'qiganimdan keyin men boshqa mavzuni gapirgan taqdirimda ham qayerda bo'lsa ham men namozni gapiraman. Qayerda bo'lsa ham namozni gapiraman deb qo'ydim. Chunki namoziga beparvo bo'lgan inson, namoziga dangasalik qilgan, endi boshlariman erta indin bahona qilib benamoz yurgan insonning holi oxiratda javobgarligi o'ta qattiq ekan. Shuni men kitobda, hadisda o'qiganimdan keyin Xudo xolasa shu yaqinlarimga qayerda bo'lsa namozni gapiraman deb qo'ydim-da.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. Mana bitta hadis. Shu hadislardan yana bittasi. Qiyomat kunida bandani birinchi amalidan so'ralaydigani namozdir. Birinchi so'ralaydigan namozdir. Qiyomatda biz so'ralaydigan narsalarimiz ko'p, ne'matlardan so'ralamiz. Hatto ichgan bir qultum suvimizdan hisob beramiz qiyomatda. Chunki mana u issiqda bir qultum suv katta ne'mat. Shu ichgan bir qultum suvini orqasidan ichishdan oldin bismillah deganmisan, orqasidan alhamdulillah deganmisan deb so'raydi Xudo. Qiyomatda so'ralaydigan narsalarimiz o'ta ko'p. Birinchisi namoz bo'ladi, azizlar. Ko'zingizni ochasizki, qiyomat namozdan so'raydi Xudo. Shu darajada muhim, akalar, ukalar, birodarlar. Mana bomdod namozini fazilatini aytdik. O'qigan insonga Alloh beradigan ajrlarni aytdik. O'qimagan insonga beriladigan uqubatlarni ham aytdik. Endi peshin namozi. Peshin namozi necha rakat? Mana siz aytingchi, necha rakat? Ha? Hammasi bo'lib 10 rakat. O'qiysizmi? O'tiring ham. Shu o'qigan uchun bilyapti-da, rakatlar. O'qigan uchun bilyapti. Peshin namozi 10 rakat, 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnati bor. Endi kimdir jamoatga kelsa 4 rakat farzi sunnatga kech qolsa farzni ixtido qilaveradi, 4 rakat sunnatni keyin o'qib qo'yadi. Azizlar, Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, peshin namozini Alloh nimaga kunni qizigan mahaliga joylab qo'ydi? Kunni eng isigan mahal 12:30 quyosh rosa tikkaga kelib odamlarning ustidan rosa o'sha issig'ini berayotgan paytda. Chunki banda azizlar o'sha paytda oxiratda jahannamda do'zaxni eslar ekanda. O'zi aytar ekanmi, tellab turib, kun isib ketdi, 45 bo'lib ketdimi, 50 bo'lib ketdimi. Bu dunyoni issig'i shuncha bo'lsa, bu dunyoni quyoshini issig'i shuncha bo'lsa, mahshargohdagi qanaqa ekan? Odamlar mahshargohda issig'ida tellaganlardan o'zlarini tellariga o'zlari ko'milishadi deydi. Bu dunyodagi peshaningiz tellayapti, durra bilan bitta artib olyapsiz. Oxiratda issig'ida-chi, azizlar, birodarlar. O'zingizdan chiqqan teriga ba'zi odamlar tizzasigacha ko'miladi. Ba'zi odamlar beligacha, ba'zi odamlar ko'kragigacha, ba'zi odamlar qulog'igacha. U qilgan gunohiga qarab. Aybi ko'p, gunohi ko'p, ko'proq Allohdan hijolat bo'lib ko'proq tellaydi. Alloh saqlasin. Bu dunyoni issig'i shuncha bo'lsa, oxiratdagi qancha ekan deb Xudodan qo'rqqaningizdan darrov abdastni olib, tahoratni olib qilib, peshinda o'qib olishingiz kerak-da. Alloh taolo o'shaning uchun 12:30 ga eng kunni qizigan mahaliga joyladi. Peshin namozi. Ibn Murshid aytadilarki, agar Ibn Murshid doim yig'laverar ekanlar. Qachon qarasa kulish u yoqda tursin, ko'zlaridan ko'z yosh hech ham to'xtamasin. Qachon qarasa yig'lagan. Oxir odamlar, "Hazrat, nimaga yig'laverasiz? Hech ko'z yoshlaringiz to'xtamaydi." deb odamlar so'rasa, Ibn Murshid aytadilarki, qanday ham yig'lamay. Agar bir gunoh qilsam, Alloh taolo mana shu issiq hammomga qamab, shetdan abadiy chiqarmayman desa ham yig'lashligim haq bo'lardi. Qanday yig'lamay? 3000 yil qizdirilgan jahannamda aytayapti Xudo menga. Gunoh qilsang do'zax bordi. Qanday yig'lamaydir ekan Ibn Murshid, azizlar? Peshin namozisiz yoki juma bo'lsa juma namozisiz qanday najot quchamiz qiyomatda? Ibodatlarni qilmasdan oxiratga borib qolsak qanday najot quchamiz? Qanday Xudo bizga rahim qilsin? Otangiz 5-6 ishni buyurib ketgan bo'lsa, kech payt kelsa, birortasi ham qilinmagan. Mollarni cho'miltirib qo'y, anu teraklarni sug'arib qo'y. Deylik, buni bo'shkani metdan mekka olib qo'y, 5-6 ish buyurib ketdi. Otangiz kech payt birortasini ham qilmadingiz. Otangiz kech payt ishdan kelishini kutib turibsiz. Hozir kelib otam menga qarab kuladi deysizmi? Yo'q. Otangiz jazosini kutib tayyor bo'lib turasiz. Dadam aytganlarini qilmadim. Hozir ursa qochar ekanman deb qochishni mo'ljallab turasiz, to'g'rimi? Oddiy bitta bandani g'azabini ko'ring, azizlar. Qiling, Xudo misol uchun buyurilgan ishni qilmasa, bandani qancha g'azabi chiqyapti. Oddiy bitta banda, yo'qdan bor bo'lgan banda.
Endi Allohning g'ururi yo'q deb o'ylaysiz. Alloh taoloning g'azabi yo'q deb o'ylaysiz. Namozsiz oxiratga, qiyomatga borib qolsak, qanday bo'ladi? O'tgan yili ma'ruzalarda ham gapirib yurdik. Bitta kuyov bola. Shu onaxonlar nimadir? "O, opalar. Eshitmasalar chiqib ketinglar. Hozimxon domlaning ham qancha asabini buzilasiz. Mana 3-4 marta gapiraman deb. Bilasizlarmi? O Makkada kofirlar, mushriklar bo'lar ekan. Rasululloh gapirsalar kelib olib shovqin qilishar ekan. Bu yerda payg'ambar alayhisalom gapirib musulmonlar da'vat qilib turar ekan, butga sajda qiladigan kofir, mushrik, najaslar kelib olib shovqin qilib turishar ekan. Atay, Rasul Muhammadning gapini eshitishmasin deb. Xuddi shu ishni qilyapsizlar-da, xafa bo'lmanglar. Mikrofongacha qo'yib qo'yibdi. Bo'lmasa mana mikrofonni qo'yib qo'yman, kuyov bolalar gapirsa ham bo'laveradi. U orqadagilar eshitmasin. Nima mikrofonni qo'ygan, hamma eshitsin deb. Qosimxon domla qancha baqirdi. Aqllarga kirmadi. Kop-katta odam. Necha marta gapiraydi, aka, endi gapiraveradi. Ayiz jim o'tiringlar, ayollar, onaxonlar, hurmatlaringiz bor. Bu bolalarni qaranglar, qana zo'r eshityapti. Maza qilib. Xo'p, nima deyatdik? Hayolim ketdi mana chachindi. Peshin namozini gapirayotdi-ya. Peshin namozini fazilati shunaqa azizlar. Va yana payg'ambar alayhisolom aytadilarki, peshin namozini vaqti kirganda yer yuzida Allohga tasbih aytmaydigan narsa qolmaydi. Alloh taologa hamma narsa tasbih aytadi. Peshin namoz vaqti kirganda. Nahot banda o'sha paytda g'ofil bo'lsa, peshinda o'qimasa. Akalar, ukalar, misol varzagam o'zimizniki, mana chekam o'zimizniki, chekdi bolalari, salkam hammalaringiz bilan aka ko'p ketganmiz. Men endi hali o'zimni akam, o'zimni ukam deb gapiraman, endi ichimizda namoz o'qimaydiganlar ko'p. Ko'zni ochaylik akalar. Yana bitta gapni aytay, mana hozir o'qimaysiz, 20 yoshda o'qimaysiz, 25 da o'qimaysiz, 40 da o'qimaysiz, 45 da o'qimaysiz, 50 da ham o'qimaysiz. Oxir 55 ga kirganda ham farzandlarni chiqarib bo'lgansiz, qizlarni chiqarib bo'lgansiz, farzand o'g'illarni uylab bo'lgansiz, uy-joy hamma yoqdan bo'shab, baribir 50 ga kirib bo'lsa ham o'qiysiz baribir. Oxiriga endi soqolimga oq tushibdiki, masjidga chiqay deysiz. Baribir Xudoning huzuriga bir kun kelasiz baribir. Baribir ibodatga qaytasiz. Bir kun emas, bu kun baribir qaytasiz-da, iloji yo'q. Shuni endi 50 da boshlamang, shu hozir 20 da boshlang, 25 da boshlang. Shuncha 20 yillik, 15 yillik qazolarni nima qiladi? Ularda o'qish ham bor. Bitta qiyomatda javobi ham bor. Baribir aylanib, o'rgilib, oxiri masjidga kelamiz. Keladigan joyimiz qo'lni qovushtirib, xijolat to'lib shuncha ishlar qilib, Xudo kechirarmikin, kelamiz bir masjidga. Mayli hozir kuchingiz bor, yoshligingiz bor, hozir pul topyapsiz, ayshi ishlar qilasiz, kayf sapon qilasiz, chekasiz, ichasiz, zino yurib, namoz o'qimay, nima qilsangiz qilib, baribir ertaga o shahvat ham o'ladi, yosh ham ketadi, xohish ham qolmaydi, hech nimaga. O'sha paytda sajdaga hammamiz yiqilamiz. Bitta hojiga borib kelib olamiz. Endi yoshlikda bo'lgan ekan deb o'tiraveramiz. Hozir yoshlikdan ibodat qilaylik, akalar, ukalar. Namozlarga paydan bo'laylik. Yosh turib sigaret chekayotganlar bor, hamma yo'qni bilamiz. Nos chekayotganlar bor. Sigaret bilan nosda haromligi shu darajaga kelgan azizlar. Agar buni kimdir Alloh saqlasin, bu bo'laveradi, bu ishlama qilmaydi desa, dindan chiqib qolishi mumkin. Harom narsani halol desangiz nima bo'ladi? Haromni halol desangiz nima bo'ladi? Halol narsani harom desangiz ham dindan chiqasiz. Alloh saqlasin. Harom narsani halol bo'laveradi bu desangiz ham dindan chiqib qolasiz. Alloh saqlasin. Shuning uchun akalar, birodarlar, hali gapda aytayotgandim. Qiyomatda qana najot quchamiz. Bitta otamizni buyurmagan ishini yoki rahbarimizni, boshlig'imizni, bizga boshliq bo'lib turgan insonni bitta buyrug'ini qilmaychi, bir pasda haybsan beradi, yo ishdan haydaydi, yo oilangizdan qirqiydi. Endi Alloh taoloning g'azabi yo'qmi, azizlar?
Man taraka solata mutahawinan laqiyalloha va huwa alayhi g'azban. Kim namozlarni tark etsa, kim namozlarni o'qimasa, Alloh taologa qiyomatda yo'liqadi, vaholanki Alloh unga g'azab qilgan holatda bo'ladi. Imom Zahabiyda Al-Kaboir degan kitoblari bor. Shunda bir hadis o'qidim. O'sha haligi shu hadisni o'qigandan keyin hamma joyda namozni gapiraman deb qo'ydim-da. Allohni bir azob beruvchi farishtasi bor deydilar Rasululloh. Qarang. Ko'zni rosa katta ochib, quloqni rosa katta ochib eshitadigan gap. Shu opa-singillarimiz ham eshitadigan gap o'zi asli. Allohni bitta azob beruvchi farishtasi bor. U farishta ilon ko'rinishida benamoz insonni qabriga kiradi deydi. Benamoz inson qabrga qo'yilganda haligi farishta kiradi. Bomdodga azon aytadi. Bitta narsani biling. Qabrda yotib ham tashqaridagi ovozlarni eshitib yotamiz. Payg'ambar alayhisalom kofirlar, mushriklar o'lganda o'liklarga qarab Rasululloh gapirdilar-da. Badr jangida. Xudo va'da qilgan narsa haq ekanmi dedilar nimalarga, o'liklarga qarab. Shunda sahobalar kelib, "Ey Allohning rasuli, bular o'ldi-ku, eshitadimi? O'liklar eshitadimi?" deydi sahobalar. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar chetda? Sizlardan yaxshi eshitib turibdi bular hozir. Meni gapirayotgan gapimiz sizlardan yaxshi eshityapti bular hozir. Alloh va'da qilgan narsa oxirat, qiyomat, qabr haq ekanmi dedilar o'liklar. Badr jangida o'lgan kofirlar, mushriklarning jasadiga qarab Abu Lahabni, shunga o'xshash bir katta Valid ibn Mughira Rasululloh aziyat shularga qarab aytdi. Qabrda yotib azizlar bomdod namozining ovozini eshitadi. Bomdodga azon aytganda haligi Ash-Shujaul Aqro degan ilon kirib benamozni qabriga deganlar Rasululloh. Eshityapsanmi derkan, bomdodga azon aytayapti. Eshityapsanmi, bomdodga azon aytayapti. Varziyda masjidida biz yotamiz qabrimizda. Ha, eshityapman. Mana shu bomdod namozini o'qiganmisan? Nima deysiz shu paytda shu farishtaning javobiga? Nima deysiz? Yo, kechasi bilan soat 1 gacha Telegram tutilib nima qildim, o'ynab chiqdim, uxlab qolgan deysiz. Nima deysiz? Javobingiz nima bo'ladi, azizlar? Mana o'sha paytdagi savolga hozir javobingizni tayyorlab qo'ying. Hozir nima deyishingizni o'ylab qo'ying. U rahim qiladigan farishtalar bas deydi Alloh oyatda. G'ilazun shidad, qalbi qattiq. Yaf'aluna ma yu'marun. Alloh nimani buyurgan bo'lsa qiladi. Ular rahim qilib o'tirmaydi. Ko'zi yonib turadigan ilon bo'ladi. Ovozi momaqoldiroqning ovoziga o'xshaydi deganlar Rasululloh. Benamozni qabriga kirib eshityapsanmi? Bomdodga azon aytayapti. O'qiganmisan shu namozni? Yo'q, o'qimaganman. Azoblaydi, peshingacha azoblaydi. Nimaga shu ikki vaqtda oralig'ida o'qib olsang bo'ladi. Keyin peshinga azon aytadi. Ana endi peshinga azon aytayapti. Varziyda masjidda eshityapsan? U muazzin palonchi. Yo'q, o'qimaganman. Peshindan boshlab asrgacha azoblaydi. Nimaga shu ikki vaqtda oralig'ida peshinda yo jumani o'qib olmading? Keyin asrda vaqti kiradi. Asrga azon aytadi muazzin. Eshityapsanmi? Endi asrga azon aytayapti. Shu namozni o'qiganmisan, asr namozini? Yo'q, o'qimagan ekanman. Eshitib, bola chaqa deb, pul deb yurur. Asrdan to shomgacha hali ilon azoblaydi, bo'g'ib chaqib. Bitta chaqqani 1000 yil azob beradilar. Insonni mana u go'shini yeydi, suvagini o'zi qoladi deganlar. Azizlar, bu gaplarni gapirmasak, axir sizlarda haqlaringizda xiyonatmi? Men kitobda o'qib turib shuni chiqib gapirmasam, sizlarda haqlaringizga xiyonat qilgan bo'laman. Doktor qo'lidan kelib yonidagi odam o'lyapsa, biladi, qanaqa muolajasini biladi. Indamay qarab turibdi, o'lsang o'lurdim. Bu doktorning xiyonati bo'ladimi? Axir azizlar, qasamiga ichgan qasamini buzgan bo'ladimi? Biz ham mana u gaplarni gapirmasak, sizlarda haqlaringizda xiyonat qilgan bo'lamiz. Noningizni yeb, tuzingizni yeb, indamay duoni qilib kelsak, sizni haqqingizga xiyonat qilgan bo'ladi. Qiyomatda bo'ynimizga osilasizmi? Qoraka nima gapirmagansiz? Gapirganingizni o'qirdik biz namozlarda. Ogohlantirmagansiz. Eshityapsanmi? Asrga azon aytayapti. O'qiganmisan shu namozni? Yo'q. Shomgacha azoblaydi. Keyin shomda vaqt keladi, shomga azon aytadi. Eshityapsanmi? Shomga azon aytayapti. Shu 3 rakat farz, 2 rakat sunnat o'qiganmisan? Yo'q. Xuftongacha azoblaydi.
Keyin xuftonni vaqti keladilar Rasululloh. Xuftonni vaqti kelganda xuftonga azon aytadi. Haligi Ash-Shujaul Aqro degan ilon farishta haligi benamozga so'raydi. Xuftonni vaqti kirdi. Xonong'ida hech bo'lmasa kunduzi bilan ishlagan bo'lsang, kechpayt xuftonga bo'shagandirsan axir, ha? Xuftonni o'qigan bo'lsang kerak hech bo'lmasa. Xo'p, kunduzi bilan ishda bo'lsan. Yo'q. Oshda bo'lib qoluvdim, choyxonada bo'lib qoluvdim, o'rtoqlarim bilan ko'chada gaplashib qoluvdim, o'qimayapman xufton namozini. Bomdodgacha azobli edi. Nimaga shu bu namozni o'qimading deb. Endi bomdod kirganda yana ikkinchi nima boshlanadi. Bu degani qiyomatga qadar 5 mahal namozni o'qigan banda, o'qimagan banda qiyomatga qadar qabrida azob chekadi degani. Azizlar, birodarlar, opa-singillar, mana eshitibsizlar. Bu hadis Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi muhaddis bo'lganlar, o'ta katta Imom Buxoriyga o'xshagan katta hadislarni yiqqan inson bo'lganlar. Shu inson, shu olim, shu ulug' zot Al-Kaboir, katta gunohlar degan kitob yozganlar. Shu katta gunohlar deb yozgan kitoblarida birinchi gunoh ash-shirku billah, Allohga shirk keltirishlik. Ikkinchi gunoh sehrda aytadilarmi, shu sehrmi deykin. Uchinchi gunoh tarkus sola. 73 ta katta gunohlarni sanaganlar shu kitoblarida. Uchinchi o'rinda namoz o'qimaslikni aytadilar. Qabr azobini bandani boshiga keltiradigan kulfatlar, gunohlardan, ma'siyatlardan eng kattasi benamozlik dedilar aytdi. Hozir bahona qilib, hali yoshman, ha uman, ha buman deyapmiz-ku. Bugun to'y o'qolmadim. Bir xilga odamga bor, nima o'qimadingiz desa, tahoratga sharoit yo'q ekan, o'qolmadim deydi. Bahonani qarang, yengilligini. Namozingni nimaga o'qimadingmi? Palon namozingni nimaga o'qimading? Desa bitta bahona bor, u ham o'zi. Qanaqa? Ranimasada ko'mada yotgan ekanman o'sha payt. Desangiz, o'tadi o'sha bahonangiz. Alloh hech qaysi bandani boshiga solmasin iloyim bu kunda. Farazan tasavvur qiling. Ranimasada behush ko'mada yotgandim o'sha mahal desangiz, ha mayli deylar. O'shanda ham 5 mahal bo'lishidan oldin xushingizga keladigan bo'lsangiz, o'tgan 5 mahalni o'qishingiz kerak. 5 mahaldan ko'payib ketgan bo'lsa, deylik mana 2 kun, 3 kun, 1 hafta, 10 kun ko'mada yotadiganlar bor. Ana o'shalardan soqit bo'ladi namoz. 5 mahaldan ko'payib ketsa soqit bo'ladi. Ko'payib ketdi endi bandaga yengillik shariat men namoz soqit qiladi. 5 mahaldan oz bo'lsa, bitta inson ko'maga tushdi, behush yotibdi, tasavvur qiling. 1 mahal qazo bo'ldi, 2 mahal, 3 mahal, 4 mahal qazo bo'ldi. Hushiga keldi. Mana o'tgan 4 mahalini qazosini o'qiydi. Endi 5 mahal bo'lib ko'payib ketdi. Ana endi shariat yengillik beradi. Mayli endi o'sha o'qilmagan namozni mayli ko'payib ketdi endi. Bechora o'zi ko'mada yotibdi, mayli yengillik bo'lsin deb yengillik beradi. Bitta shu bahona bor xolos. Ishda edim, o'qishda edim, to'y bo'lib qoldi o'sha kuni. Televizorda narsa yaxshi ko'rsatuv bo'lib qoldi. U bo'ldi, bu boshqa bahona yo'q, birodarlar, azizlar. Shuning uchun siz avvalo xursand bo'ling, Rahmatxon aka, shu gapni gapiryapsiz. Bo'ldi, boshlaymiz, o'qiymiz. Xursand bo'ling. Shu gaplarni eshitganingizga Allohga hamd va sano ayting. Xudoyim shu to'yxonaga sizni olib kelib qo'yib, shu masalani gapirib qo'yib, shu masalani eshittirg'izib qo'yibdiki, Allohni yaxshi ko'rgan bandasisiz. Allohni suygan bandasisiz. Kimdir sababchi. Men 5-sinfda o'qirmadikimman. Hali kimdir sababchi degan. Dadam o'sha mahal Rossiyaga yuk qiladi. Shu Rossiyadan bitta fura keldida, furaning orqasini shundan ochishdi. Hali u Rossiyadan kelyapti hali fura. 5 ta 6 ta furani hali nima tayda hali bema'ni gazetalar yotgan ekan. 2-3 ta o'rtoqlarimiz shundan borib, bu gazetani qarali, behayo rasmlar. Men ochiq aytayman, men qana bu yo'lga shuni o'tib qo'yganim aytay sizlarga. Qana o'tib qo'yganim. O'sha yashikni orasiga qo'yganmi, endi nima qana qilib bo'lsa ham o'sha behayo suratlar bo'lgan. Qani hali 2-3 ta nima bilan haligi ibrat uchun aytaman bu gap. Nima qilyapsiz?
u tegirmon boshida bir ustozim bo'lgan meni, bu alif, bu b deb o'rgatib. Shu inson kelib qoldi. "Men nima qilyapsizlar yigitlar?" Bunday qarasaki, 5 sinfni bolasi biz ham. 2-3 ta bolalar shu endi ochayotganda ko'ramiz. Siz palonchini o'g'limisiz? Ha, sizga yarashmaydi. Sizga bunday ishlar yarashmaydi. Siz bu gunoh ishni qilmang. Bu rasmga qarash gunoh. Bu xunuk ish bu. Sizga yarashmaydi. Palonchini o'g'li ekansiz dedi-da. Shu bir og'zim gap ayzlar, ishonasizmi? Avtomatni o'qidaqa bag'imdan kirib, ag'imdan chiqib ketdi. Bir og'zim gap. Bo'ldi, shunday dedi, ketib oldi. Ketdi ishiga. U odamlar bir brokerchilik qilib, ertan-betdan shoptol olib kelib, uzum olib kelib, dadamga o'tkazardi. Hali joyda ishonasizmi, bir hafta o'zimga kelmagan. Shunday dedi, shu odam haqiqatda gunoh ish qilyotgandiga, haqiqatda bu behayo, bu rasmlarga qarash mumkin emas deyapman-da o'zimga. Keyin hali odamni kuzatsam, namoz o'qigan, joy namoz, hamma ish qilsa, bir joyda namoz o'qib, qiroatlarni qiladi, shunaqa qiroat, oxiri borib menga ham o'rgating deganman. Shu bilan keyin mana shu Qur'on o'rgandi, shu yo'lga o'tib. Bir og'zim gap ko'ryapsizmi, azizlar? Bir og'zim gap nimani hal qiladi? Taqdiringizni bir boradi. Azizlar, birodarlar, mana bu yerda qancha gap gapirildi. Qancha gap gapirildi mana. Begona basmiz, hammamiz bitta joyda farzandlarimiz, bitta joydanmiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Xudo xolasa namozlarni boshlaymiz, akalar, ha? Sigaretlar tashlaymiz, xudo xolasa. Sigaretga kelganda jimmisizlar? Nosda kecha bir joyda o'tirib tavba haqida gapirdim. Tavba qilishimiz kerak. Tavba qilsangiz Alloh avvalgi gunohlaringizni kechirib yuborar ekan. Hammamiz tavba qilamiz-a? Allohga mag'firat so'raymiz desam, hamma o'tirgan odamlar ha qoraga ha. Lekin tavba degani bu qo'lingizni cho'ntagiga solib, sigaretni bunday g'ijimlab turib, hozir masala tugashiga orqaga o'tasiz, o'chaqda o't yonyapti. Cho'ntagingizda sigaretni shunday o'tga tashlab yuborishingiz tavba. Cho'ntagingizda nos qovoqni shunday olib turib, bor kuchingiz bilan otishingiz tavba. Hozir metdan chiqib tahorat qilib peshinda o'qishingiz tavba. O'shani qilamizmi desam, hamma jimki. Hamma jim. Tavba degani ha astag'firulloh tavba qildim degan bilan gap bitib, ish bitmaydi azizlar. Hozirgi aytilgan masalalarda qayerda ko'rinadi desam, mana soat 12:30 bo'ldi. Mayli endi jamoatga kech qolasizlar. Lekin kuyov bolalar, kuyov juralar hamma shundan chiqib turib, vaziyatni masjidga kirib, tahoratlar qilib, ashitda namoz o'qisa, endi bu hozirgi aytilgan masalaning nimasi bo'pti deyman. Ya mayli, masjidga kirmasa ham chekka borib, o'sha o'zlarining uylariga borib, darrov qoraka shuncha gapirdi, mana salkam 1 soat gapirdi. Qorakani hurmati yo'q bo'lsa ham shu gapirilgan hadisning hurmati bor. Hech bo'lmasa shu yerda qolmasin deb ichimizda o'qimay yurgan bola namozini boshlab olsa, shu yutuq bo'ladi, xudo xolasa. Alloh hammalarimizga tavfiq bersin, rushdi hidoyat bersin. Mana bu yoshlarimizni yana bir yangidayotgan narsa qimor. Alloh shu qimordan panoh bersin. Ukalarimizga, akalarimizga. Yana bir yangidayotgan narsa bu, buni ichkilik degan narsa. Ichkilik degan narsa. Ulug'lar aytadiki, sharibul xamri ka'abidil vasani. Alloh aroq ichgan bilan Qur'onda oyatda butga sajda qilganda yonma-yon zikr qilgan. Astagfiru billah ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan zotlar, aroq, ichkilik, qimor, butlarga sajda qilishlik, e'tibor beryapsizmi? Cho'plar bilan pol ochishlik, sehrgarlik, polbinga borish, polbinlik qilish, bularning hammasi harom ishlar deyapti Alloh. Aroq ichishlik bilan butga sajda qilishlik yonma-yon zikr qilinganini, demak Qur'onda oyatda ko'rgan ulug'larimiz aytadiki, aroq ichgan inson bilan butga sajda qilgan inson barobar deydi. Qiyomat kunida aroqxo'rlar deydi, sharobxo'rlar deydi, do'zaxda eng xor holatda bo'lishadi.
bu dunyoda fohishalik qilib, zino qilib, fohishalik bilan shug'ullangan ayollarni do'zaxda yonganida, kuyganida oyog'ini orasidan oqib chiqqan yeringlar, qonlar to'planib bir daryo bo'lar ekan. Araxo'lar o'sha daryodan sug'ariladi qiyomatda deyiladi. O'zimizcha bu bitta mayiz yerga tushib ketsa yemayapmiz o'zimizcha. O'zi olib deb turpoq pokiza narsa. Suv yo'q bo'lsa turpoqda tahorat qilamiz. Tayammum qilamiz. Asli bitta fut borsiz pok. Rasululloh non yerga tushib ketsalar, olib Oysha onamiz oldilarida bitta fudab qo'llarida mas qilib turib yeyverganlar payg'ambarimiz. Demoqchimanki, o'zimizcha didimiz bitta narsani yerga tushib ketsa yemaymiz. Endi aroq ichayotgan bolalarga yetkazib qo'yinglar. Qora kecha shu gapni aytdi. Fohishalarni do'zaxda yonganda avratdan oqib chiqqan yiring qon daryolar, qonlar bitta bo'lib turib, hamma bitta daryo bo'ladi. O'sha daryoning nomini ham aytganlar Rasululloh hadisda. Men esimdan chiqib qoldi. Shu nomi Palondaqa deganlar. O'shandan sug'ariladi. O'shandan ichkiziladi. Bu dunyoda qancha aroq ichgan bo'lsa, o'shancha o'sha daryodan ichadi. Alloh saqlasin. Ko'zimizni ochaylik akalar, ukalar. Xudoga shukr, vaziyada yo'qolib ketdi aroq do'konlari, Xudo xolasa. Insof bergani rost bo'lsin. Duo qilib turibmiz biz Ramazondan yo'qib kelsin deb. Alloh insof bersin. Kecha u 5 bolani nimasida bir telefonimga paynet qilay debman-da, 5 bolani sentrda. Endi ma'ruzada joylarda nomini aytish o'zi asli yaxshi emas, lekin ichimizda sotqin yo'q, Xudo xolasa. Qoraka 5 bolani yomonlab deb sotmasa kerak hech kim, Xudo xolasa. Bitta magazinga to'xtabman-da. Shunda to'xtab, yonida aptekaga kirib, bankomat bor ekan, telefonimga pul tushirib, telefonda gaplashib qo'yman. O'sha bankomatning yonida aroq do'kon bor ekan, ko'zim tushmagan. Shu o'zim bilmagan holatda aroq do'koni yoniga to'xtab qo'yibman. Suvdasi yaxshi. Zo'r suvda bo'lyapti hali. Odamlar kiryapti, chiqyapti. Qora paketga o'rab berar ekan, birov ko'rmasin deb. Qora paketga o'rab berar ekan, yonida nimasidir xuddi haligi birov ko'rmasin deb olayotganlar ham yugurib chiqib mashinaga o'tirib oladi, birov ko'rmasin. Suvda yaxshi ekan omma. Men endi shu bitikda 5-10 ta qoldi desam, yo'q, 50 ta, 60 ta, 100 ta ham bor ekan ichak. Kiryapti, chiqyapti, 2 ta qo'ltiqlar tushib ketayotgani ham bor, 3 ta qo'ltiqlar tushib ketayotgani ham bor. Bu aroqda ham hali gapirishimiz kerak ekan, ancha. Xudoga shukr, to'ylarimizdan mana qarang, qanday chiroyli to'y. Kuyov bolaga rahmat misol uchunda. Misol bitta artistni olib kelib, bitta do'mbir qilib, to'palang bilan bir rasvogarchilik bilan to'y o'tkazib ketsa ham bo'ladi, misol uchun. Puli bor. Bugun to'yi hamma gapi inovatga olinadi. Kuyov bola hamma xohishib muhayyo. Lekin mana chiroyli yo'lda tanlabdi. Alloh rozi bo'lsin. Qolgan kuyov jo'ralarga ham, shu yerda o'tirgan yoshlarga ham hammaga ibrat shu narsa. Alloh umrlariga, rastlariga Allohim o'zi barakot bersin. Kelin kuyovlar baxtli bo'lsin. Alloh taolo o'zlaridan ko'payishib, ser davlat, ser farzand bo'lsin. Xudo shuni nasib qilsin. Duo qilaylik shu kelin kuyovning haqqiga. Kuyov bolamiz Allohim ishlariga rivoj bergan, tan jonini sog' qilgan, kasb-koriga barakot ber. Boshlayotgan yangi hayotlarini fayzli qilgan, barakotli, saodatli, quvonchli qilgan. Kelinimiz bilan gaplari bitta joydan chiqib, bir-birlarini yaxshi ko'rishib, bir-birlarini sevishib, ardoqlashib, bir nikohda o'tishib, shilindan shakar farzandlarni dunyoga keltirishib, ularni chiroyli tarbiya qilishib, hamma havas qiladigan oila bo'lsin, ilohim. Kelinimizni chiqarayotgan, kuyovimizni uylayotgan otalaridan, onalaridan Alloh o'zi rozi bo'lgan. Har ikki xonadonda o'tganlarni Alloh rahmatiga olgin. Hozirgi aytilgan masalalarda savobidan, ruhoniyatdan bahramand qilgin Xudoyim. Bu xonadonlarni kattalari bordir, yoshi ulug'lari Alloh panohida qil, ishlariga rivoj ber. Hamisha Allohim o'zingni omoningda qilgin, kasbkorlarga barakot ber. Bu to'yda eng ko'p xizmat qilayotganlar kuyovjo'ralar bo'ladi. Kuyov bolani oldida turishib, xizmat qilishib, mashinasi bilan kimdir kuchi bilan 2 kun, 3 kun oldin kelishib, kuyovjo'ralarning mehnati katta. Xudoyim bu hamma kuyovjo'ralarimizni Alloh tan jonini sog' qilsin, kasb-koriga barakot bersin. Bularga yoqadigan bir duo bor. Uylanmaganlarga yaxshi joylardan kelinlar nasib qilsin desangiz, amin duolashadi. Tan jonlari sog' bo'lsin ilohim. Yaxshi joylardan kelinlarga bo'lsin. Bir xilgilari kelib qoraka deydi. Qiz topilmayapti deydigani ham ko'p-da. Buni ham bir duo qilib Xudodan so'rash kerak ekan.
so'rash kerak ekan. Yaxshi joydan bir kelinga bu olish ham bitta ne'mat ekan, to'g'rimi? Ha? Yoki qizingizni yaxshi bir xonadonga kelin qilib berib olishingiz ham katta ne'mat ekan. Alloh shularni tan jonida sog' qilib, yaxshi joylardan kelinlarga bo'lishib, uylanganlari bo'lsa ro'zg'origa, kasb-koriga Allohim o'zing barakot ber. Opa-singil onaxonlarimiz ham chiroyli ma'ruzalarni eshitishdi, tan jonlari sog' bo'lsin. Qiyomatda Xadicha onamiz, Oysha onamiz bilan jannatlarda birga bo'lishsin. Juftlari bilan, qo'shganlari bilan qo'sha qarashib, farzandlarini qori, olima qilib tarbiyalasin ilohim. Bu to'yga xizmat qilayotgan hamma tasvirchi ovozchilar, ustalar, usta shogirdlar, xizmat qilayotgan, choynon toshayotgan aka-ukalarimiz, oshpaz va choypazlarimiz, Xudoyim hammalarning xizmatini qabul aylab, dargohingda qabul qilgin, xizmatlarni barobarda ulgan ajrlar, savoblar bilan o'zing Parvardigor olam bahramat aylagin. Shu varziy xalqimizni ham Alloh hammalarni panohingda qilgin. Musofirlarini Allohim safarini bexatar aylab, bemorlarga shifo ber. Kasb-koriga, tijorat, dehqonchiligiga Alloh barakot ber. Bu varziy xalqini yoshlari, qariyalari, ayol, erkak hammalarini tan jonida sog' qilib, o'zingni omoningda qilinglar. Alloh. Salomat bo'linglar, Alloh.